Kildi qurban hayiti, jonja qurban eylesin, jonja qurban eylesin. Ulug' yaratgan Tengri taolo oti bilan assalomu alaykum aziz muxlislar. Umid qilaman dunyoni har joyda bo'lsalaringiz sog' va aman bo'lsalaringiz. Yetib kelgan Qurbon hayit sizlarga va sizlar orqali oilalaringizga butun dunyoga chin ko'ngildan qutlug' bo'lsin deyman. Dunyoni har joyda bo'lsalaringiz sog'lik va salomatlikda yashab, Qurbon hayitni yaxshilab tajdil qilib yurganlaringiz bo'lsa. Men Xayriddin Xodim albatta bugun sizlarga Hazarbog' qishlog'ining va Dorul markaziga namoz o'qishga kelyapmiz va bularni sizlarga imkoniyat ko'rsatishga qo'yil bo'lamiz hamda mardum yigitlar bolalar hayitni qanday qilib tajdil qilmoqda bularni hammasini ko'rsatishga sizlarga imkoniyat qo'yil bo'lamiz. Biz bilan bo'lingizlar. Oila a'zolarga amri davom eylesin, amri davom eylesin. رسول نازنین صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرس نباشد ایمانش کامل نیست. پس دوست من کمال ایمان من و تو یقینا کمک به نیازمندان، کمک به همسایگان. هر زمانی که از مشکل همسایه خود بررسی کردی، مشکل همسایه خود را مشکل خود دانستی، یقینا ایمان من و شما کامل خواهد شد. در دکان توزیع شود اطفال ما و شما او را 100 روپیه 500 روپیه یا 50 روپیه او را خریداری بکنه و جان عزیز خود را به خاطر یک پیجای ای به خاطر یک 100 روپیگی جان خود را از دست بده و این همیشه اعلان شوم دشمنان اسلام هست که مسلمانان را به هر طریق به هر عنوانی که باشه برای از اونها ضربه بزنه. Ülkemiz buldu güzel bayramı kurbange. آمای محترم، اکثرا sizlar o'zbekini bilasizlaringiz qaysi biranta agar hamsoya qavmlardan agar bilmasam ma'zurat qolayman. Ülkedoshlar sizlere ancha sode. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي حبيبي من شما بغيتي نماز ما قربانی ما اور زندگی ما اور موت ما خاص برای رب العالمین پروردگار عالمین باشه. Aziz bulbul sen yana bir hayitgacha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hamma vatandoshalarimizga Afg'oniston Taxor viloyatining Xo'jag'or viloyatining Hazarbog' qaryasidan Dorul markaziy Hazarbog'da bugun bu javoonlar ham, ya'ni gençlar ham bugun barabar bugun biz maşallah qadrli muxlislar mana ko'rib turibsizlar, biz hozir namozni o'qib chiqdik. Endi boramiz namozga ki bolalar va yigitlar namozni qanday tajdil qilmoqda buni yaqindan borib ko'ramiz. Bizda qishlog'imiz mahallamizda rasm rivoji ki namozda bir joyga yig'ilishib namozni tajdil qiladi. Buni sizlarga ko'rsatuvga imkoniyat qoyil bo'lamiz. Barcha qavm qarindosh uyga mehmon eylesin. Qadrli muxlislar, mana hozir biz namoz o'qib chiqdik va birinchi marhala mana bu akamiz duch bo'ldikki katta pichoqlarni tezda yotib ko'rkamdan so'raymiz. Qana bu nima ish qiladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qurbon hayitingiz qutlu bo'lsin. Salomat bo'ling, baxir sizga. Yaxshi gap. Siz degan nima ishlayapsiz? Biz mana shu qurbon saqlab turyapmiz. Xo'p, ko'p yaxshi. Endi shu namozga kelganlar saqlab turyapsizlar. Har bir kun necha bilan kechirasiz? Bugun namoz qilamiz. Kechirdi? Necha bilan kechirasiz?
Yurtda? Bale. 150. Namozni ma'lum kelishni qanday ko'rdingiz? Hozir ko'p keldimi? Evet, sen çok keledi abi. Har gün kechki qilasizmi yoki siz keldingizmi? Kim bugün geldik? Yo'q, hadafimiz har Qurban namozi har kunda. Ha. Shunda ishni qilasizmi yo? Hayır, hayır, hem çok var. Xo'p, ko'ryapsiz. Ma'lum kelib ko'ryapsizmi? Salomat bo'ling. Şantıllah. الخيوط بأيلسان كل قربان هيت جان قربان أيلسان Oting nimada? Nasimullah. Hasimullah? Nasimullah. Nasimullah. Nega nima kelding? Biar namaz. Namoz? Xo'p, bular nima keldi? Dalam namazga Namozga kelding? Namozga sen ko'p qo'sholmay g'amginmisan? Xo'shol. Qo'shol. Qani namoz qarshi berdimi otanjo? Berdi. Xo'p, mashallah. Nima olding namozga? Har olam. Namozga uydagilarga, yelinga, otanga birinchi bergan paysasi sovg'at oldingmi jo? Ayang. Xo'p, barakallah. Nima oldi? Qana qo'lga eshitma yo'qchi? Olaman. Ha, olib qo'yibsan endi. Ayang. Ha, ko'p yaxshi. Xo'p, mana amdalaringga nima deyapsan payg'ambarga? Bularga nima deysan? Bularga kelibdi qara. Xo'p, salomat bo'ling, barakallah, Nasimullah aka. برچه قوم و قرinddosh uyga mehmon aylasan uyga mehmon Hurmatli muxlislar, mana ko'rib turibsizlar, biz Hazarbog' qishlog'ida biz har yil namozda, ikki namoz hayit kelganda mana shunday bolalar jiylar bir joyga do'konlar keladi. Bular shu ota-onalar bergan namoz qarshini kelib shu yerga xarjlashadi, xursandlik qo'shiq bilan. Mana ko'rib turibsizlar, birtasi sho'rni xizmatda, birtasi mutadaga moqda, birtasi boshqa narsalar. Mana shunday qilib go'zallik bilan namozda bir-birini yonida ko'p bir xursandlik va xo'shallik bilan o'tkazadi. من صدق و صداقت من oila و a'zolarga amri davom aylasam kina و bug'z adovatlarni tark aylab bukun barcha birlan so'z kelib amri rahmon aylasam keldi qurbon Qadrli ko'ruvchilar, bizni hayit uchun olgan dasturimiz tugash arafasiga yaqinladi. Umid qilamiz, inshaalloh Tengri taolo bizni har yil shunday xursandlik va xo'shallik bilan hayitlarga yetkazsin. Mana ko'rdlaringiz, yigitlar, ota bolalar bunday hayitga chiqishib kelib namoz o'qidi. Namozdan keyin mana bu yerda ko'rib bolalar tajdid qilmoqda, do'konlardan savdo olmoqda, mo'taraga boshqa narsalar. Voqean bu narsalar hayitni qizig'i shuki, ota bolalar yonma-yon to'xtab bir-biriga hayitlarni qulluq bo'lsin deydi hamda ularga oz-ko'p namoz harchi beradi. Bular xohlagan narsasini oladi. Bu bizning bir rasm rivojimiz, ko'p bir yaxshi, ko'p bir juda xursand bo'ldik. Voqean Tengri taolodan istaymiz, yana hayitga bundan ko'ra ko'proq, bundan ko'ra xushalroq bo'lishimizni Allohim har doim bizlarga nasib qilsin. Bizning bugungi dasturimiz o'z tugash arafasiga yaqinlandi. Oxirida men Turkiyada yashab yurgan, Eronda yashab yurgan va boshqa ülkelerga yashab yurgan yurtdoshlarimga, inog'alarimga yana bir bor shu yetib kelgan Qurbon hayitni chin yurakdan qutlug' bo'lsin deymiz. Biz bir inog'alaringiz sifatida sizlarda har joyda bo'lsalaringiz, bizning yuraklarimiz sizlar bilan har joyda bo'lsalaringiz, Allohimda panohida bo'lingizlar va hayitni Qurbon bayramida ko'p bir yaxshilik, xursandlik bilan o'tkazinglar. Xayr, amon qolinglar. aylasam barcha qavm و qarindosh uyga mehmon aylasam o'lkadosh u tildoshlar qutlug' hayit sizlara arzigaydor yaxshi kun sizga armon aylasam hayitingiz qutlug' bo'lsin, bayramingiz qutlug' bo'lsin.